بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه تسليما مزيدا. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetlik ustazlar, peshqadamlar va qarindoshlar. Tilni saqlash to'g'risidagi darsimizning oxirgi 5-bo'limi. Ya'ni musulmonni tillash bu deshnam qilishmi cho'ng gunohlarning qatoridan. Ya'ni bu tilning sababi bilan bo'ladigan ishlar. Yani Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem hadis-i şerifte aytadi, "Sibabul muslimi fusuqun" degan. Yani musulmonni tillash, deshnam qilish fasiqlik. Muttafaqun alayh. Buxoriy Muslim birlikda kelgan hadis. Yana bir hadisda la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi va la yarmihi bil kufri illa irtaddat alayhi illam yakun sahibuhu kazalik. Ravahul Buxoriy. Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem aytadi, bir odam yana bir odamni ya fasiq yoki kafir yoki bid'atchi yoki undaqchi deb u odamni yo'q sifatlar bilan sifatlaydi ekan. Agar u sifat shu odamda bo'lmay qolsa, bu so'z shu so'zni degan odamning o'ziga qaytadi. Shunga inson tiliga diqqat qilish kerak, boshqalarni aldirab haqorat qilmaslik kerak. Yana la'nat aytishmo shu til orqali inson o'zininki baxt saodatini yo'qotib qo'yadigan ishlarning biri. Bo'libmi hozirgi jamiyatimizda bu yo'qlan ishlarga la'nat aytadigan bunday ishlar ko'p bo'lib ketaylik. Payg'ambar alayhisalom aytadi, la'nul mu'mini kaqatlihi. Mu'minga la'nat qilish uni o'taganga o'xshash dedi. Muttafaqun alayh. Buxoriy Muslim rivoyat qilgan hadis. Şuna bir adam her qandaq bir narsaga la'natga loyiq bo'lmagan bir narsaga la'nat qiladi ekan, bu la'nat shu so'zni degan odamning o'ziga qaytadi. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning hadisida mu'min degan boshqalarga taptayni qiluvchi va la'nat aytquchi bo'lmaydi. Yana bir hadisda Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda la'nat aytquchilar, ya'ni har arzimas behuda loyiq bo'lmagan ishlarga la'nat etadigan kishilar qiyomat kuni yoki dunyoda guvohchilik yaramaydi. La yakununa shuhada, shohidlardan bo'lolmaydi. Shundaqla vala shufa'a yawmal qiyama, qiyomat kuni o shafaatchilik kim yaramaydi. Ularga shafaatchilikdan iborat bu fazilatni berilmaydi. Muslim rivoyat qilgan hadis. Shuningdek, musulmonlarni mesxir qilish bu cho'ng gunohlarning qatoridandir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan bayon qilgan hadisda Imom Muslim keltirgan, insonga yomonlikdan kifoya qiladigan ish, ya'ni o'zining musulmon qarindishini ko'zga ilmaslik, tuvan ko'rash, haqir ko'rashning o'zi yomonlikdan insonga kifoya qildi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bir boshqalarni mesxir qilmaslik to'g'risida shu oyatni bayon qilib shunday aytadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Ey Allah'a iman etgan, Allah'ın peygamberine ergashgan mu'minlar, bir qavm, bir jamoat, yana bir jamoatni mesxir qilmasin. Balkim mesxir qilingan kishilar mesxir qiluvchilardan yaxshi bo'lishi mumkin. Shundaqla bir turkum ayollar, ya'ni bir turkum ayollarni mesxir qilmasin, zangli qilmasin. Balkim mesxir qilinguchi, zangli qilinguchi ayollar mesxir qiluvchi ayollardan yaxshi bo'lishi mumkin. Sizlar bir-biringlarni ko'z qisib mesxir qilmanglar va laqam yoqtirmaydigan laqamlar bilan chaqirmanglar. İman etgandan keyin fasiq deb atilish nima degan bu yomon ism? Hamda kimki tövbe qilmaydi ekan, mushundaq ishlar sodir bo'lib qolgandan keyin tövbe qilmay ketib qolar ekan, shular bular zolimlar, o'z nafsiga zulm qiluvchilar. Tabarani bayon qilgan hadisda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadi, jahiliyatning ishlarining qatoridan o'zininki nom shuhrati, jamoatlari bilan faxrlanish va boshqalarning nasibiga ta'na qilish, o'z nasibi bilan faxrlanib, boshqalarning nasablarini ta'na qilish va ko'zga ilmaslik bu jahiliyatning ishlarining qatoridan. İslam dini dunyodan ketgan o'liklarni tillash, deshnam qilishni harom qilgandek, hayotlarni tillashni harom qildi. Yoki hayot kishilarni tillash, deshnam qilishni harom qilgandek, o'liklarni tillash va o'liklarni so'kishni harom qildi.
Şuna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hadisida aytidi, sizlar o'lib ketgan kishilarni tillamanglar, dashnam qilmanglar. Haqiqatan bular o'zining ilgari qilgan ishlariga yetib bo'ldi. Yaxshi ish qilgan bo'lsa, yaxshilikka erishdi, nachar ish qilgan bo'lsa, buning jazosini tortdi. Endi ular o'lib ketgandan keyin ularni tillamanglar. Balki islom dini kishilarni shamolni, chorva mollarni va qizitma kasallik, har qanday balay musibat, ofatlar yetib qolsa, buni tillashdan cheklagan. Shundaqla hamda inson til bilan ketib qoladigan bir xatolikning biri, bir inson xato ishni qilsa yoki buzuq nachar ishni qilgan bo'lsa, hech kim ko'miga yerda Alloh subhanahu va taolo oshkor qilmay bu insonni yoshirib qo'ygan bo'lsa, bu inson Allohning shu yoshirgan pardasini oyoq osti qilib o'zining qilgan yomon amallarini boshqalarga oshkor qilish. Yani vay men keçidin manda ishni qiptiman, paloniyada o'ttagan yoki paloniyaga borgan deb aytsa kishilarga hikoya qilib, kechisi hech kim ko'rmaganda qilgan ishni boshqalarga so'zlab berishning o'zimi og'zaki xatolikqa yetarlik. Yana payg'ambar alayhisalom aytgan: "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." Muttafaqun alayh. Yani mening ummatimning hammasi apoqilnida, illa ash qilgan yomon ishlarni oshkor qilib faxrlangan kishilar bu aponing sirtida qolib qoladi deydi. Muttafaqun alayh. Shuningdek hamda minnat qilish. Musulmon o'zining qilgan har qanday yaxshilik bilan Allohning roziligini talab qildi. Shunday qilish kerak. Ammo boshqalarga xayr ehson qilib, yaxshilik qilib, sadiq qilib, uningga minnat qiladi ekan, bu qilgan minnati, qilgan yaxshiligini bekor qilib o'tadi. Bu minnatxo'rga qiyomat kuni Alloh so'zlamaydi. Alloh uningga rahmat nazari bilan qaramaydi va qiyomat kuni uni Alloh faklamaydi. Shuningdek, ehtiyoj yo'q turib boshqalardan bir narsa so'rashmo shariatda cheklangan. Payg'ambar alayhisalom degan: "Sizlarning biringlar doim kishilardan bir narsa so'rab o'tib ketsa, qiyomat kuni Alloh uchrashgan vaqtida bu odamning yuzida bir tishlanma go'sh bo'lmagan daq so'ngak holatda Alloh uchrashidi." Bu Buxoriy Muslim rivoyat qilgan hadis. Yana inson til orqali ketib qolgan xatolikning biri nima desa, o'zining ishi haqsiz turib, shu haqsiz ishida ching turib boshqalar bilan jidallashish, munozir qilish. Bu Allohning o'ch ko'radigan ishlarining biri. Payg'ambar alayhisalom degan: "Allohga eng o'ch ko'riladigan kishining birisi qaysi desa, aladdul hisam." Ya'ni bak da'vogar, ya'ni yolg'on da'vosida qattiq turib olgan odam. Yana tilni saqlashning bu orqali o'zininki uylari, oilasini saqlab qoladigan muhim ishlarning biri, oiladagi sirlarni uyda bo'lgan yoki ayollar orasida bo'lgan bu ishlarni boshqalarga oshkor qilmaslik, sirtqa yaymaslik. Payg'ambar alayhisalom hadisida aytgan: "Inna min asharrin nasi indallohi manzilatan yawmal qiyamati ar-rajulu yafdi ila imraatihi va tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha." Yani insanların en nachiri, en eskilleri Allah'ın huzurida o'rin jihatda qiyomat kuni bir odam, bir ayol bilan birga yashaydi, nihoyatda yaxshi turmushlarni kechiradi, ayolmi shunday yashaydi. Undan keyin ular ayrilib ketgandan keyin bir-biriningki sirlarini ichib, yo'q ayblarini o'ttirg'i chiqarib, bir-birini rasvo qilgan kishilar bular qiyomat kuni insonlarning eng nacharlarining qatoridan bo'ladi. Shuningdek hamda ortiq so'z, faydası yo'q so'zlarmi insonni to'g'ri yo'ldan ozdirib o'tib qoladi. Shunga Alloh subhanahu va taolo qiyla qala deyilibdikan, debdikan deydigan mandaq so'zlarni yoqtirmaydi. Payg'ambar alayhisalom aytgan: "Insonning o'ziga muayyan bo'lmagan, o'zi yoki aniq bilmaydigan ishlarni tark qilishi insonninki islomining go'zal bo'lganligining qatoridan" degan. Yana Sahl ibn Abdullah radhiyallohu anhudan bayon qilgan hadisda bir odam muayyan bo'lmagan, aniq bo'lmagan bir narsa to'g'risida ko'p so'zlaydi ekan, bu odam rostchilikdan mahrum qoladi. Imom Navoiy rahimahulloh aytadi: "Har qanday bir inson o'zining tilini ortiq so'zlashdan saqlash kerak. Illa agar kishilarga foydasi bo'ladigan, manfaat bo'ladigan so'z bo'lsa, buni oshkor qilish, bo'lmasa sukut qilish intayin yaxshi." Umuman hamda tilimizni saqlab qilish va tilni mustahkam bekitish bo'lsa, hamma yaxshilikning asosiy va manbai. Tiliga ega bo'lgan odam tilning ishlariga ega bo'la oladi, tilini mustahkam saqlab qola oladi. Shunga hadis sharifda aytgan: "Man samata najah." Sukut qilgan odam utuq qozonda qutulib qoldi. Shunga inson sukut qilgan muddatda salomat qoladi. Agar inson so'zlaydi ekan, so'zlagan so'zi uning ya foydasi uchun bo'ladi yoki ziyni uchun bo'ladi.
Şu Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de aytadi: "La hayra fi kesirin min necvahum illa men amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin beynen nas. Ve men yef'al zalika ibtigha'a mardatillahi fesawfa nu'tihi ecran azima." Yani sizlarning ularning so'zlayotgan so'zlarining ko'p bo'lishida yaxshilik yo'q. Yaxshilik degan xayr ihson qilishga buyurish, amr ma'ruf qilish, nahiy munkar qilish, kishilarning o'ttirini isloh qilish uchun so'zlagan bo'lsa, kimki shunday qilgan bo'lsa, Allohning roziligini talab qilib, patqina biz uningga katta ajrni beramiz. Hamda yaxshilikning ishiga intayin ko'p, tiliga ega bo'lgan odam, o'sha yaxshilikning ishiklarining hammasiga ega bo'lgan bo'ldi. Şuna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anhu'a ey Muaz sana aşı hamma ishning tutquchidan xabar beraymi deganda Muaz radıyallahu anhu xabar bersa Allohning payg'ambari deganda Peygamber aleyhisselam tilini tutib turib kuffa aleyka hada mash tilingni yiqqin degan. Muaz radıyallahu anhu qani Allohning payg'ambari biz mash tilimizni so'zlagan sababdan jazolanib qolamizmi deganda Peygamber aleyhisselam sakalatka ummaka ya Muaz anang sana yig'lab qolsin insonlar do'zaxga o'zining kekirdaklari yoki yuzlari bilan faqat tillarda o'rg'an, tillarda so'zlagan narsaning sababi bilan tashlandi emasmi? degan bu Imom Muslim rivoyat qilgan hadis. Inson o'zidagi eng kichik narsa bilan, ya'ni ya baxtli bo'ladi, ya baxtsiz bo'ladi. U bo'lsa-mu insonning dili va tili. Tili bilan dili sog'lom bo'ladi ekan, ya'ni insonningki shu ishga tili bilan dilning sog'lom bo'lishi yoki buzilishi shu insonningki sog'lom bo'lishi yoki buzilishiga sabab bo'ladi. Bandining iymoni qalbi sog'lom bo'lmaguncha iymoni sog'lom to'g'ri bo'lmaydi va tili to'g'ri bo'lmaguncha qalbimi to'g'ri bo'lmaydi. Shunga insonning qalbi qozonga o'xshash, qozonga qaynab turgan narsaga o'xshash. Til bo'lsa qozonda qaynagan narsani usidigan cho'michga o'xshash. Inson bir narsani so'zlasa buning tili qalbidan shuni sirtqa chiqaradi. Shunga yaxshilikni ko'nglingizga puking, tilingiz yaxshilikni sirtqa chiqarsin. Allah subhanahu wa ta'ala her birimizni davomli yaxshi rost so'zni so'zlaydigan va Alloh rozi bo'ladigan ishlarni qiladigan taqvodor yaxshi mu'minlardan qilsin va bilib bilmay tilimiz chekka ketib qolgan xatoliklarimiz bo'lsa Alloh subhanahu wa ta'ala bizni afv qilsin. Shuning bilan tilni saqlash to'g'risidagi oxirgi darsimiz bunun bilan tugadi. İnşallah bundan keyin yana boshqa bir temaga o'tkilamiz. Ko'rishgacha hammalarni Allohga topshirdim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.